İştigirek oruqvağın ba, qiynalmay oruqvağın ba deseniz, tövendeki 5 xil turmuş adını çoqum yetildirin. Bek asan. Çıxla deydi. İştik oruqunuz olsa tamaqdan farz tutung, hareketlerini iğir jıqçı qilib bering deydi. Bu gap anlamaq bek to'g'ridek. Amma siz o'ylab beqing, tamaqni nihoyatda oz yeb turib hareketni jiq qilg'ili bo'lamda. Bu dünyada en xatarlik bo'lg'idi, ma xato aytilgan so'zlar emas. Aksicha to'g'ri aytilgan ama to'liq bo'lmagan gap so'zlar. Men o'zim 86 kilodan 70 kilogacha o'riqlab bo'ldim. Hozirgi badan qiyofatimni saqlayotganimga necha yil bo'ldi, qayta fandan bo'lib ketmadim. Yilda necha ming o'quvchini o'riqlatib chiqma, hammasi o'zining ko'ziga nishoniga yetaldi. Siz o'ylagandek unda jafoda o'riqlab boqmadi. Men ham mushu o'quvchilarim mush 5 xil turmush odatiga alohida diqqat qilyapman, sizga so'zlab bermay, bir tal yurak berib saqlayman. Birinchisi, tamaq yeganda cho'qim choy, suvni tang iste'mol qilib bering. Tamaq yeyishdan burun bir stakan suvni ichib olsangiz, choy bo'lsin mayli, qo'sqingiz birdan oson to'yib qoladi, tamoqni unda jiq yemaysiz. Bek oson bu. Ikkinchisi, kechligi tamoqning o'rniga qetiqqa meva bilan aralashtirib, meva salat qilib yedigan atingiz endi tashlang. Agar bir vaqt tamoq yesangiz qarang, unda mineral modda bor, vitamin bor, oqsil bor, sifatli yog' bor, karbonat bor. Buniki oziq tamponqi nihoyatda mo'l bo'ladi. Uniki sizning badaningiz bo'lgan quvvat yuqori bo'ladi. Agar meva yesangiz, uningda shakardan boshqa narsa yo'q, azroq mineral moddasi bor, sizga oqsil yetishmaydi, ma'o sifatli yog' yetishmaydi. Bu quvvat topolmagandan keyin badan ojizlab ketadi, oxirgi bardosh beramaysiz. Bir vaqt tamoqni qo'qmay, yana tutga o'xshash kechligi meva yemang. Uchinchisi, biz ko'proq ximir tamoqlarni yeymiz-ku. Arlab, bo'lsa kunda bir qitim yoki bo'lmasa haftasiga necha qitim shu ximirning o'rniga xongshu, qo'noq, kav, yangyo, rangli ko'rish degandek mana dalliq ziroatlarni o'rnashtirib bering. Shuni odamlar yeydigan narsa. Bek yaxshi narsalar, yemakni talasi bek ko'p, qo'sqingiz bek oson to'ydi. Biz semizlarning o'riqlayolmas qilsa, shu qo'sqi to'ymay, jiqya bo'lib o'riqlayolmayotdi. Shuni yana birdamda to'ydi. Mineral modda, vitaminlarim ko'p, aldirab qavziyat bo'lib qolmaysiz. Ximir tamoqqa unda bek tayinib olmang. Tashib etmang ximirni, ammo almashtirib turing arlab-arlab. To'rtinchisi, her bir vaqt tamoqda cho'qim oqsil bo'lsin. Attigina tuxum yeng, tushilan kechda mayli qo'y go'shti, kala go'shti, to'xu go'shti, dengiz mahsulotları qaysi go'sht bo'lsa, bir alqanchilikni qo'rqmay o'rlashtiring. Siz faqat qo'y go'shti yesangiz, meni ilg'ib etsangiz bo'ldi. Oqsil yaxshi to'liqlansa, chochlaringiz tushib ketmaydi, terilaringiz sanglab ketmaydi, chiroyli, chin holatda o'riqlaysiz. Beshinchisi, eng muhimi shu vaqt tamoqdan sirtqa har qanday qushaq-cho'k narsani to'xtating. Pechini, pranik deymiz, dasturxonning ustiga tizilgan narsalar, yoz kunlari marojni, do'g'ab, hammani tashlang. 80% dan yuqori semizlikning sababi shu vaqt tamoqdan sirtqi qushaq-cho'k narsalarni yeyishdan kelib chiqadi. Siz shuni tashlab, mushu 5 turlik turmush odatiga diqqat qilib bersangiz, hech kimning oldiga sarg'ayib bormay, o'zingizga tayinib o'riqlab keta olasiz. Menga ergashish bilan men sizni osonroq o'riqlab olsin deb bek kuchayapman. Billa g'ayrat qilaylik.